Bolalikda ota-onangiz doim yo deyishardi. Bu qimmat, uyda ovqat bor. Mana senga 1000 so'm, o'zingni tutib yur. Va siz o'ylardingiz, katta bo'lsam, xohlagancha pul sarflayman. Hech kim menga yo demaydi. Xo'sh, katta bo'ldi, nima bo'ldi? Bu Botir. Botir yaxshi ishlaydi. Oyiga 10 million so'm topadi. Bu O'zbekistonda yomon emas. U yangi kiyim olmaydi, restoranga kam boradi, mashinasi oddiy Cobalt, kreditga emas. Botir o'ylardi, men tajamkorman, pul yig'ilyapti. Lekin bir kuni Botir telefondagi bank ilovasini ochdi va ko'rdiki, hisobida deyarli hech narsa yo'q. Qanday bo'ldi bu? Botir xarid tarixini tekshirdi va tushundi. Haftada 2-3 marta taksi 50 mingdan, har kuni tushli 50 mingdan, do'stlar bilan kafe 150 ming, Telegram Premium, ChatGPT, Yandex Plus, hammasi mayda xarajatlar, har biri alohida kichkina, lekin birgalikda oyiga 3-4 million so'm, yiliga 45 million. Bu pul bilan Dubayga butun oila bilan sayohat qilsa bo'lardi. Lekin u taksi va sushiga ketdi. Mayda xarajatlar xuddi qayiqdagi teshiklar. Bittasi kichkina, lekin ko'paysa cho'qib qolarsiz. Botir tushundi, o'zgarish kerak, lekin tejash qiyin. Nega? Chunki maqsad yo'q. Agar siz bilmasangiz, nima uchun tejayapsiz, birinchi qiyinchilikda to'xtaysiz. Nima uchun o'zimni cheklayapman? Yashash kerak-ku. Shuning uchun birinchi qadam aniq maqsad. Lekin pul yig'ish kerak. Bu maqsad emas, bu orzu. Haqiqiy maqsad aniq summa va aniq muddat. Misollar, biznes uchun pul yig'aman, bu orzu. 30 million so'm 12 oyda, bu maqsad. Dubayga boraman, bu orzu. 15 million so'm 6 oyda, bu maqsad. Muddat bo'lmasa, siz doim keyinroq deysiz. Keyinroq hech qachon kelmaydi. Botir o'ziga aniq maqsad qo'ydi. 20 million so'm 12 oy biznes ochish uchun. Har oyda 1,5-2 million chetga qo'yish kerak. U buni telefonga yozib qo'yadi. Endi har kuni ko'radi va nima uchun tejayotganini biladi. Maqsadsiz tejash xuddi xaritasiz sayohat. Qayerga ketayotganingizni bilmaysiz. Xo'sh, mana birinchi prinsip. Hamma narsani yozib boring. Ko'pchilik o'ylaydi, men bilaman qayerga pul sarflayapman. Yo'q, bilmaysiz. Botir ham shunday o'ylardi. Keyin bir oy hamma xarajatlarini yozdi, natija uni hayron qoldirdi. Kofe va gazaklar 400 ming, taksi 600 ming, obunalar Telegram Premium, ChatGPT, Yandex Plus 550 ming, mayda tushdi yana 2 million. Jami ko'rinmas xarajatlar 3-4 million oyiga. Botir bu pulni yo'q deb o'ylardi. Lekin u bor edi va ketib turadi. Qanday yozish mumkin? Bir necha variant bor. Birinchi bu Google Sheets. Bepul telefonda ishlaydi. O'zingiz jadval yasaysiz. Sana, summa, nima uchun? Ikkinchi, oddiy telefon eslatmalari. Har kuni 30 ta soniya yozib qo'yasiz. Uchinchi, bank ilovasi. Uzun, payme, hammasi tarixni saqlaydi. Faqat kartadan to'lang, xarajatlaringiz avtomatik yoziladi. Qaysi usulni tanlasangiz ham bir oydan keyin haqiqatni ko'rasiz va Botirdek hayron qolasiz. Ikkinchi prinsip spontan xarid yo'q. Botir do'konga kirdi, maqsad non olish. Chiqdi, qo'lida non, shokolad, chips, gazli suv va nima uchundir yangi naushnik. Tanish vaziyatmi? Har qanday xariddan oldin ro'yxat tuzing va faqat ro'yxatdagini oling. Katta xarid, mashina, telefon, kiyim 24 soat kuting. Ertaga ham xohlaysizmi? Unda oling. Ko'pincha xohlamaysiz. Marketologlar aqlli odamlar. Ular sizni impuls xarid qilishga majbur qilish uchun $1,000,000 sarflashgan. Siz aqlliroq bo'ling. Rejalashtirib yuring. Uchinchi prinsip, bu eng muhimi. Har bir daromaddan 15-20% avval o'zingizga to'ling. Ko'pchilik nima qiladi? Oylik keldi, sarfladi, qolganini tejaydi. Muammo qolgani hech qachon qolmaydi. To'g'ri usul, oylik keldi, darhol 15-20% alohida joyga, qolganini sarflang. Botir oyiga 10 million topadi. Oylik keldi, darhol 1,5-2 million chetga, qolgan 8 million yashash uchun. Dastlab qiyin bo'ladi. Ko'p ketyapti deb tuyuladi. Bir oydan keyin farq qilmaydi. Bir yildan keyin sizga katta summa yig'iladi. 4-prinsip
pulni to'g'ri joyda saqlang. Botir pulni uyda saqlardi, shkaf ichida. Bu eng yomon variant. Nega? Inflyatsiya. O'zbekistonda inflyatsiya yiliga 10-12%. Bu degani, bugun 1 million so'mingiz bor, 1 yildan keyin bu 900 ming bo'ladi. Siz hech narsa qilmadingiz, pul shunchaki yo'qoldi. Variant 1 dollar, variant 2 tilla. Bobolarimizdan qolgan usul doim qiymatini saqlaydi. Variant 3 kriptovalyuta, Bitcoin, Ethereum va yoki boshqa kriptovalyuta. Kriptovalyuta haqida ko'pchilik qo'rqadi. Bu qiyin, bu noqonuniy, bu xavfli. Aslida O'zbekistonda kriptovalyuta qonuniy va Humo kartasi bilan Binance rasmiy sotib olsa bo'ladi. Men buni ikkinchi kanalimda Imron Kriptoda batafsil tushuntirganman. Oxirgi videoda ko'rsatdim, qanday qilib Humo bilan Binance ga pul kiritish va birinchi kriptoni sotib olish. Lekin bugun asosiy gap bu emas. Qaysi usulni tanlasangiz ham dollar, tilla, kripto, muhimi shuki pulni uyda so'mda saqlamang. Uy eriydi. 5-prinsip savdolashdan uyalmang. Ko'pchilik o'ylaydi, men savdolashmayman, bu uyat. Uyat bu puldan ayrilish. Savdolash bu aqlli bo'lish. Bozorda savdolash mumkin, avtosalonda savdolash mumkin, kvartira ijarasida savdolash mumkin, hatto ish haqida savdolash mumkin. Shunchaki so'rang, chegirma bormi? Eng yomon javob yo'q. Lekin ko'pincha ha 5-10% qilamiz. Yiliga 50 ta katta xarid, har birida 5% chegirma. Bu millionlab so'm tejash. 6-prinsip keraksiz qarzdan qoching. O'zbekistonda kredit stavkasi 24 dan 30%. Bu degani siz 100 million olsangiz 60-70 million foiz to'laysiz. Bu havo uchun to'lov. Bu pul sizga hech narsa bermaydi. Kredit faqat bitta holatida mantiqiy. Bu sizga pul keltirsa. Biznes uchun kredit mantiqiy bo'lish mumkin. Mashina uchun kredit agar sizga pul topishga yordam bersa, telefon uchun kredit? Yo'q. Ta'til uchun kredit? Yo'q. To'y uchun kredit? Ayniqsa yo'q. Kredit bu kelajakdagi o'zingizdan o'g'irlash. Bugungi qulay uchun ertangi erkinlikni berib yuborasiz. Xo'sh, Botir nima qildi? U hamma xarajatlarini yoza boshladi va 2 million ko'rinmas xarajatni topdi. Spontan xaridlarini to'xtadi. Har oylik 2 million chetga qo'yadigan bo'ldi. Pulini dollarga aylantirdi, so'mda saqlamadi, savdolashni o'rgandi. 1 yilda 20 million so'm yig'di. Lekin keyin uning ishi yopilib qoldi. Kompaniya qisqartirish qildi. Botir ishsiz qoldi. Lekin u qo'rqmadi. Nega? Chunki uning 3 oylik moliyaviy yostig'i bor edi. U tinch edi, yangi ish qidirdi va topdi. Moliyaviy savodxonlik bu boy bo'lish haqida emas. Bu tinch yashash haqida. Qo'rqmasdan kelajakka ishonch bilan qarab. Xo'sh, 6 prinsip qisqacha. Birinchisi, hamma narsani yozib boring. Xarajatlaringizni biling. Ikkinchisi, spontan xarid qilmang. Rejalashtirib yuring. Uchinchi, har daromaddan 15-20% avval o'zingizga to'lang. To'rtinchisi, pulni to'g'ri saqlang. So'mda emas, dollar, tilla, kripto. Beshinchisi, savdolashdan uyalmang. Oltinchisi, keraksiz qarzdan qoching. Kredit bu kelajakdan o'g'irlash. Agar bu video foydali bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Telegram kanalimda ko'proq mahsulotlar bor. Moliyaviy savodxonlik bu qiyin emas, bu odatlar va siz bugun boshlasangiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha